Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu birinchi videoyam. Qisqacha o'zim haqimda. Ismim Zilola, asli O'zbekistonlikman. Oldin ham juda ham ko'p YouTube'ga video qilishga harakat qilganman, lekin qolib ketgan. 3 yil davomida O'zbekistonda tur agentligida ishlaganman. Ko'p davlatlarga sayohat qilganman, o'zim ham o'zimning taassurotlarim bilan bo'lishmoqchi bo'lganman, lekin oxirigacha yetkazmaganman. 2 oy oldin Dubayga ko'chib keldim. Hozir shu yerda yashayman, shu yerda ishlayman. Sizlar bilan bo'lishadigan narsalarim ko'p, ko'rsatadigan narsalarim ko'p, shuning uchun YouTube'ga ko'proq videolar qilishga harakat qilaman. Nima uchun aynan Dubayni tanlaganman? Sababi xavfsiz va yashash uchun qulay shahar bo'lganligi uchun. Oxirgi 5 yil ichida Dubayga kelib yashaydiganlar, shu yerda ishlaydiganlar soni yana ham ko'paygan. Ikkinchi sababi, Dubayda har doim vakansiyalar ko'p, ishchi kuchi doimo kerak va ular agar sizda umuman tajriba bo'lmasa ham, ingliz tili darajangiz yaxshi bo'lmasa ham, ishga olishga, noldan boshlab o'rgatishga ko'p kompaniyalar tayyor. O'zbekiston fuqarolari uchun kirish vizasiz rejim bo'lganligi uchun sizni hujjatlaringizni tayyorlash jarayoni, ko'chib o'tishingiz jarayoni boshqa davlatlarga qaraganda osonroq bo'ladi. Keyingi sababi, agar siz xizmat ko'rsatish sohasida, mehmonxona sohasida yoki boshqa sohalarda ham ishlaydigan bo'lsangiz, arab davlatlarida asosan ish beruvchi hamma xarajatlarni o'zi qoplaydi. Bu nima degani? Sizni aviabiletingizdan boshlab yashashingiz, ishga kelib ketishingiz uchun transfer, ovqatlanishingiz, 2 yil davomida ishlab yashashingiz uchun kerak bo'ladigan ID karta xarajatlarini ish beruvchi o'zi qoplaydi. Kimlarga maslahat beraman Dubayga kelib ishlashni, rivojlanishni? Agar siz turizm sohasiga qiziqsangiz, turizm sohasida o'zingizni ko'rsangiz kelajagingizni, bu juda ham yaxshi imkoniyat. Ikkinchisi, dunyo kezmoqchi bo'lsangiz, odamlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz yoki international kompaniyada ishlab tajriba orttirib, keyinchalik o'smoqchi bo'lsangiz, Dubay birinchi boshlash uchun juda ham yaxshi variant. O'zim ishlaydigan kompaniyadan misol qilib keltirsam, bu yerda hamma bir-biriga mehribon, o'rgatishga ochiq, qanaqadir yordam so'rasangiz doimo yordam berishadi. Ish vaqtingizdan boshqa payt sizni hech kim bezovta qilmaydi. Oyliklar har doim o'z vaqtida beriladi. Eng muhimi, sizda tajriba olishingiz uchun katta imkoniyat. Internetdan juda ham ko'p e'lonlarni qaraganman. O'zim ishga joylashishga harakat qilganman va mehmonxonalarni saytida o'zimni rezyumemni qoldirganman, o'zim haqimda ma'lumotlarni, lekin javob kelmagan. Keyin agentство qidirishni boshlaganman. O'zbekistonda ham ishga joylashish bo'yicha shug'ullanadigan agentliklar yetarli, lekin yolg'onchilar ham bor bularning ichida, afsuski. Keyin bitta qizni intervyusini ko'rib qo'yganman videoda, keyin o'sha qiz joylashgan kompaniya orqali ishga hujjatlarimni topshirganman. Bu qanaqa bo'lgan? Agentstvoga to'lov o'tkazganimdan keyin birgalikda rezyume tuzganmiz. Professionalniy rezyume, ya'ni siz haqingizdagi ma'lumotlar ingliz tilida CV deyiladi, o'sha CV tuzib chiqqanmiz. Keyin 1 oy davomida intervyuga tayyorlanganman, ya'ni suhbat bo'ladi. Zoom orqali siz bilan jonli ko'rishib ingliz tilida suhbat qiladi. Bu yerda qanaqa savollar berish mumkin, nimalar so'raydi, shular haqida hammasiga tayyorlanganmiz. Bunga 1 oy vaqt ketgan. 1 oydan keyin agentstvo men bilan jonli o'sha muloqot tashkillashtirib bergan. Ish beruvchi kompaniyalar bilan 7 ta 8 ta intervyuda qatnashganman. Ko'pchiligidan o'ta olmaganman. Boshida juda ham hayajonlanganman yoki vaqti to'g'ri kelmagan, nimadir bo'lib, xullas ko'pidan o'ta olmaganman. Bularning ichida eng muvaffaqiyatli o'tganim 2 ta bo'lgan. Bu bittasi hozir ishlaydigan joyim St. Regency Palm Dubai. Ikkinchisi bu ham 5 yulduzli mehmonxona, Jumeirah mehmonxonalarni tarmog'iga kiradi va men mana shu mehmonxonani tanlaganman. Sababi bu Marriott mehmonxonasining tarmog'i. Siz bu yerda ishlaganingizdan keyin boshqa xohlagan dunyodagi Marriott mehmonxonalariga ishingizni ko'chirsangiz bo'ladi. Agar sizda mana shu Marriott kartasi bo'ladigan bo'lsa, sizda Dubay bo'ylab juda ham ko'p xizmat ko'rsatish joylarida chegirmalar bor, magazin, restoran, spa
Marriott tarmog'iga kiradigan hamma joyga 50% chegirma bo'ladi. Boshqa davlatdagi Marriottlarga 20-30%gacha chegirma bo'ladi. Bundan tashqari 1 oylik o'zini bepul treyningi bor. Ishga kelishingiz bilan 1 oy davomida sizga qonun-qoidalar, hamma narsa noldan boshlab o'rgatiladi. Imkoniyatlari juda ham ko'p. Intervyuda qanaqa savollar beradi, nimalarni so'raydi, bular haqida keyingi videoda gapirib beraman. Suhbatdan yaxshi o'tganimdan keyin hujjatlarimni tayyorlash uchun yana 2 hafta vaqt ketgan. 2 haftadan keyin Dubayga to'liq ko'chib kelganman. Agar sizda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Instagram, Telegram sahifalarim opisaniyada qoldiraman. Har kuni o'zim hayotimdan qisqacha videolar qo'yib turaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, o'rtog'ingizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr.